Assalomu alaykum, Qo'zak kuzatib boruvchilari. Mana Andijon shahar Asaka tumaniga mana shunaqa ajoyib fasondagi eshiklarimizni qilib beryapmiz. Beldamsini graz qilib qo'yib bering. Boshqacharoq fason bo'lsin degan edi. Shunaqa fasonda qilib beryapmiz. Profili Aldox 1 Zolotoy deb Alpro profilida bo'lyapti. Tojikiston profili. Har doimgidek 4 tadan oshiq. Razmerlari 1.10 ga 2.35. Ochilib yopilishlari go'zal holatda. Pachunli zamoylar. Adashir brendiga tegishli komplekt ruchka zamoy ishlatib berganmiz. Mana brendlari. Bu o'rnatilishdan oldingi holati. Go'zal holatda bo'lgan. Luft yo'q. Shpingaletlar har doimgidek plastik shpingaletlardan qo'yib berganmiz. Bu tomonda 3 metrga 1.60 rom 3 ta, 2.5 ga 1.16 rom bitta, 1.60 ga 1.30 ikkita romi ham bor. Hop, eshik 1.10 ga 2.35 3 ta. Ba'da ikkitasi turibdi. Bitta 4 ga 2.35 eshigi ham bor. Bu eshigi buni ham ikki yonini sindirib, o'rtasini tekis fasonda qilib berganmiz. Bunisi qanoti balkon qanotdan qilib berganmiz. Hammasini petlasi 4 tadan petla. Ruchka zamoylari. Adashir ruchka zamoylar. Bari ikkita eshigi. Yopilishiga baho berasizlar. Bu o'rnashidan oldingi holati. Qo'yib yuborasizlar, o'zi yopiladi. Go'zal holatda bo'lgan. Ushbu tayyor eshik romlarimizni olib borib joyiga qo'yishini videosini ham qo'yamiz. Montaj jarayonlarini narxini shunda aytib o'tamiz. Dubayning aynik paragonlilari bilan hamma yo'g'i garantiyali qilib. Xo'p. Romlar ham tayyor holatda. Tijlarni zimaletali tish qo'yib berganmiz. Yangi tijdan delfinlar original. SPS bosma rezinkalar bilan qilib beryapmiz ushbu klientimizga. Qo'zak fan kuzatib borishda davom etinglar. Xudo xolasa bundan da qiziq ishlar hali oldinda.